Erim do'stining xorijga ketganini va juda ko'p pul ishlab o'zini ancha tiklab olgani haqida gapirardi. U ketdi. Men esa chidolmasdan Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanali kuzatuvchilari va bizning aziz muxlislar. Videoroliklarimiz keng tarqalishi uchun iltimos like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Agarda kanalimizda yangi va yoki mehmon bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Unday bo'lsa, bugungi videorolikimiz mavzusiga o'tamiz. Eslatib o'tamiz, videorolikdagi qahramonlarning ism-shariflari o'zgartirilgan holda taqdim etilmoqda. Biz hozir sizlarga bir ayanchli taqdirni so'zlab bermoqchimiz. Bugun dolzarb muammosi. Siz aziz obunachilarimizga ilindik. Balki qahramonimiz aytgandek qaysidir so'qir ko'zning ochilishiga sabab bo'lar. Turmush o'rtog'im bilan sevishib oila qurgandik. Ikkimiz ham oliygohni tamomlagach ishga joylashdik. Bu orada ko'p qavatli uylardan alohida xonadon olib ko'chib chiqdik. Baxtiyor edik. Topganimiz ro'zg'ordan ortib, hatto bir ikkita mebel ham oldik, ammo shirin hayotimizga nimadir yetishmasdi. Go'dakka tashnalik yuragimizni tobora kemtiklashtirib borardi. Ikkimiz ham bir-birimizni ayardik. Biroq Sherzod akam do'stlarining farzandlari haqida, ular o'tkazayotgan to'ylar to'g'risida gapira boshlaganlarida o'zimni noqulay vaziyatdan qutqara olmasdim. Bormagan shifokorimiz, tabiblarimiz qolmadi. Javoblari bitta: farzand ko'rasizlar, faqat vaqt kerak, kutish va umid kerak. Keyingi paytlarda dugonalar davrasidan ham bezillab qoldim. Suhbat mavzusi aylanib kelib farzandlarga taqalaverishi, qalbim og'riqlarini yangilashini istamasdim. Turmush o'rtog'im bir kuni to'satdan: "Guli, xorijga ketsammi deb turibman. Sardorni bilasan-ku, kursdoshim. Shu Rossiyaga qatnayapti. Ancha o'zini tiklab olibdi" dedi-yu, ko'p o'tmay ketishga qaror qildi. Uni fikridan qaytara olmadim. Vaholanki hayotimiz uchun hamma narsa yetarli edi. Bir tomondan o'zim ham bu qarorga ko'nglim keldi. Vaqt dil yaralarimizga malham bo'ladi. Yaratgan egam ayriliq sinovini berar, so'ng ortidan tirnoq berar deb o'z ko'nglimga o'zim taskin berdim. Yaxshiki telefon bor, ovozimiz bilan sog'inchli yuraklarga taskin bera olardik xolos. Vaqt esa o'tib borardi. Uning qaytishi huvillagan ko'nglimga nur bag'ishladi. Biz yana birga hayot boshladik. Go'yo oradan o'tgan vaqt bizni bir-birimizga yanada qattiqroq bog'lagandek edi. Shunday kunlarning birida o'zimni behol his qila boshladim. Ko'nglim aynishi, asablarim taranglashuvi yuragimga buyuk ziyoning bo'ylarini yuborgandek edi. Ginekolog taxminimni tasdiqlaganda qay holga tushganimni tasavvur qila olmaysiz. Baxtning osmonida parvoz etardim go'yo. Mening quvonishim erimning shodligi oldida hech narsa emasdi. U meni uy ichida dast ko'targancha chir aylanar: "Men ota bo'lamanmi? Farzandim bo'ladimi? Seni qanchalar yaxshi ko'rishimni bilsayding" deya sevinchini ichiga sig'dira olmasdi. Shu kundan boshlab hayotimiz yanada ziyolanib ketgandek bo'ldi. Homiladorlikning 3-oyidan so'ng shahrimizdagi oilaviy poliklinikaga ko'rikka chiqdim. Tahlillar topshirdim. Ko'p o'tmay ginekolog opaning shaxsan o'zi qo'ng'iroq qilib, qayta qon tahlili topshirishim shartligini aytdi. Yuragim bezovta bo'la boshladi, ammo turmush o'rtog'imga sezdirmadim. Aytilgan tahlilni topshirdim. Natija aniqlangach shifokor bilan xonada yolg'iz qoldik. Negadir Muslimon opa, ginekologimiz, hamshirasini ham chiqarib yubordi. Ko'zlarimga qattiq tikilgancha so'z boshladi. "Gulirano, turmush o'rtog'ingiz biror xorij davlatiga ishlash uchun borganmi? Tinchlikmi Muslima opa? Buni nega so'rayapsiz?" Qattiq o'ng'aysizlanganimdan beixtiyor sumkamni g'ijimlay boshladim. Uzoq suhbatlashmadik. Men shifokorning gaplaridan allaqachon o'zimni yo'qotib qo'ygandim. U yana nimalar dedi, eslolmayman. Yodimda qolgani, singlim, tahlillaringizda spid aniqlandi. Demakki, eringizni u yoqdan kelishi va homilaning vujudingizda rivojlana boshlashi sizga o'z ta'sirini ko'rsatgan. Kasallik turmush o'rtog'ingizdan sizga, sizdan bolaga o'tgan. Quvonchim uzoqqa bormadi. Turmush o'rtog'im boshida hammasini rad etdi. Keyinchalik ming afsus bilan tan oldi. O'zini irodasizligini, iymoni kuchsizlikda aybladi. Eng yomon aybini mijozini sinab ko'rganligi bahonasi ortiga yashirgani bo'ldi. Yolvorib uzr so'radi, ammo naf. Men haykalga aylangandim. Jism tirik, ruhim marhum haykalga. Kunlarimiz zulmatda yuz tutdi. Yuragim ostida urayotgan jajji yurakchani asrab qolish fikri tinchlik bermay qo'ydi. Erim holatimni ko'rib ming pushaymonlar yerdi. Biroq so'nggi pushaymon o'zingga dushman deyshadi. Shunday bo'lsa-da men uni kechirdim, lekin mening kechirishim xatolarni to'g'rilay olmaydi. O'tgan umrni qaytarishga qodir emas. Umrimiz tobora tugash nuqtasiga yaqinlashardi. O'lishingni his qilib yashash, yana bu o'limning naqadar ayanchli va sharmandali dard evaziga ekanini his qilish qanchalik azobligini bilasizmi?
Erim meni davolanishga ko'ndirdi. Ikkimiz maxsus dispanserda davolana boshladik. Uzoq tekshiruvlar qondagi virus bir qadar kuchsiz ekani, homiladan voz kechish orqali bu kasallikdan ma'lum ma'noda qutulish mumkinligini bildirdi. Rad etdim. Axir bu baxtga necha sinovlarni yengib, ne ma'lumotlarga tosh tishlab arang erishdim-ku. Onalik baxtigini endigina his qila boshlaganimda bu sezgidan ayrilish qanchalik dahshat. Ko'z oldim qorong'ilashib, o'zimdan ketdim. Hushimga kelganimda boshimda erimning mahzun qiyofasini ko'rdim. U siniq jilmayarkan dedi. Meni kechir. Bilaman, kechirishingga arzimayman. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Yana farzandli bo'lamiz. Faqat sen siqilma jonim. Iltimos, o'zingni qo'lga ol. Hammasini tushundim. Homilamdan ayrilganimni ham turmush o'rtog'imga qaradim. Shu topda unga rahmim kelib ketdi. Menga dalda beryapti-yu, o'zini arang qo'lga olib turibdi. Qo'yib bersa u ham faryod urgudek. Birgina nojoiz qadama ne kuylarga solyapti bizni. Qo'linga shifokorlarning sa'y harakatlari bilan bugun hayotga qaytadan keldik. Yurtimizda yaratilayotgan shart-sharoitlar, cheksiz imkoniyatlar eshigini ochganida biz kabi bilib bilmay ayanchli dardga chalingan bemorlar dardiga malham bo'layotganiga amin bo'ldik. Men esa hamon bir armon qiynaydi. Tug'ilmagan go'dakdan ne gunoh ediki, o'zgalar rohatining qurboniga aylandim. Axir u necha yillik orzumiz, muhabbatimiz mevasi emas edi. Endi farzand uvoli tutmasmikan bizni? Kechalar go'dak ovozni eshitgandek bo'laman u uyg'onib ketaman. Yuragimni tobora iskanjaga olayotgan armondan qutula olmayman. Daftardagi taqdir bitiklari barchani o'ylanishga majbur etish tabiiy. Xorijiy yurtga borib rizq topayotganlar o'z oilasi bag'riga qaytgach, eng avval tibbiy ko'rikdan o'tsalar yaxshi bo'lardi. Axir bejiz aytmaydilar, yomonlikni o'ylamay turib, yaxshilik kutib bo'lmaydi deb. Aziz kanalimiz muxlislari va mehmonlari, bizni kuzatganingiz, biz bilan birga bo'lganingiz, bizni tinglaganingizdan minnatdormiz. Azizlarim, o'zingizni ehtiyot qiling. Axir siz ham kim uchundir butun bir dunyo, kim uchundir olayotgan nafasidan-da aziz va qadrli insonsiz. Shunday ekan, o'zingizni ehtiyot qiling. Shirin diydor qadar diydorlashguncha. Qadr baland qadrdonim, sog' va omon bo'ling. O'zingizni ehtiyot qiling.